Assalomu alaykum, Farg'onali bog'bon kanalini kuzatuvchi obunachilar. Mana SP342 navini oldida turibmiz. Gilos yudesimon bo'ladi. Mana hali yetilgan yo'q gilosimiz, yana bir haftacha bor yetilishiga. Endi rangi olib qizaryapti. Bosimni ko'rib turibsizlar. Mana bandi uzun, valovoy sesa bilan почти bir xil bo'ladi. Hozir yetilmagan holatda ana kalibrovkalarini o'lchab ko'rsatay. Mana 26. Yetilmagan holatda plus 32 ga olib chiqilgan gilos shu bo'ladi. Yetilganda plus 30 bo'ladi. Bu gilosimiz o'ta hosildorligi yaxshi, qattiqligi, transportga yaroqligi, chidamliligi zo'r gilos. Yudesimon valosesamiz o'rniga bu gilos. Xudo xolasa bundan boqilishni tavsiya qilaman. Chaynatuvchisi skina qo'yib ekasizlar. Mana 7-may sanasida gilosimiz ko'rib turibsizlar. O'ta yirik, unaqa mayda gilos emas. İçleride holatlarını bağlarını kelib ko'rsatay. Mana gilos yudesimon 26 kalibrda turibdi mana. Hali yetilgan yo'q gilosimiz. Yetilsa bu 30-32 gacha chiqadigan giloslar shu bo'ladi. Mana hosildorligi zo'r. Kimga bu gilos ko'chat kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, bizga bog'lanaverasizlar. Farg'onali bog'bonga xudo xolasa ko'chatini ko'paytirib qo'yganman. Yetkazib beramiz. 26 kalibr hali yetilmagan holatida. Sog' bo'lasizlar do'stlar.